Assalamu alaykum aziz ko'ruvchilar. Tartaq sant programmamizning yangi son orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men program riyosatchisi Ramila Yusan. Rayonimiz ishlangan televiziya teatrlari ichida mayli mazmun jihati bo'lsin, mayli aktyorlarning rol elish jihati bo'lsin, keng ko'ruvchilarning intayin olqishiga erishgan, yoqtirishiga erishgan bir televiziya teatri bor. U bo'lsa 2005-yili Tartaq kino studiyasida ishlagan Ataqlıq rejissor Dongling rejissorlik qilgan 30 qismlik televiziya teatri Turpan Inanchxonligi.不是，你在说我吗？哟，臭美！我说的是阿明和卓。听说他一直帮助准格尔的人欺压吐鲁番的百姓。前一阵他派人去托尔逊伯克家提亲呢。哈拉和卓要是落在他的手里，那可就麻烦了。是啊，马莫提，哎，你说的就是黑里去看吧？啊？马木天，你说的什么馊主意？不听。说完，马莫提，好。女儿，你这是怎么了？是欺负你了吗？爸爸，您帮准格尔做的都是好事吗？你什么意思？爸爸都不是跟你说了吗？爸爸做的都是好事呀！扎扎克公就是扎扎克公啊！这彩礼一出手，真有气派呀！一点小意思，还请总督老爷您把女儿嫁给我。阿明和卓，你终于转过弯来了。惭愧得很，以前的莽撞多有得罪，还请总督老爷您多多见谅啊。这个伊布拉因，他真的是疯了。他要想建什么托勒藩王国，难怪他连他的儿子都不要了，就要这张图。他还有那么大的野心，真没有想到啊！真可惜，浙江家地图断送了他的命运，连他的儿子也跟着他殉葬。伊布拉因暴露是好事。Biz bugungi programmamizning ekran sahifasida mush film qatnashgan bir qism aktyorlar va xizmatchilar bilan qisqacha suhbat epadik. Assalomu alaykum mehmonlar. Programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan men ham ekran oldidagi ko'rganlar intayin xushal. Imin Xo'ja Turpanning yaqinqi zamon tarixida real o'tgan shaxs. Turpan Inanchxonni Imin Xo'ja obrazini muvaffaqiyatli yaratgan artist bo'lsa, Qurbonjon Turdi. Assalomu alaykum Qurbonjon aka. Siz mushu filmda Imin Xo'ja obrazini aytib muvaffaqiyatli yaratib ekansiz. Undaqda mushu rolga tanlanish va mushu rolni o'ynash jarayoningizni bir eslab o'tamsiz. Endi bu boshda men bu filmga muammo rejissyorlik qilgan. Boshidagi rol olma demagandik-ku. Boshda tayyorlik xizmatlari. Tayyorlik qilgan. Buningga bir 3-4 oylik tayyorlik qilib, artistni izlab mushu Imin Xo'jani topolmadik-ku. Beijingdamiz dedik, Shanxaydamiz, chet eldamiz dedik. Shu hammani izlab bo'lib top. Ya'ni film boshlashga yana bir hafta qolgangacha topolmadik-ku bu. Topsaq rejissyor yarimdi, bu yarimdi. Ağır bir kun o'tirib qanday qilamiz deb, ya'ni bir hafta qoldi-ku film boshlashga. Bir kun shu rejissyorlar bizning shu yozuvchi ikkisi yotqim kiribdi. Kirib rolni artistni topolmadi. Topolmagani qanday qilsa sen o'zing ol. Sen o'zing olma rolni deb. Bu chaqchaq o'tamsizlar yo bu desam, yo'q chaqchaqim qarasa o'zing olsa deb. Keyin uqsam bular asli bir oyni oldida din qilib o'tgan. Sizni bekitib o'tganda shu rolga, shu boshqa aktyorlar yorimabdi-da. Bekitib o'tgan, menga demay bular. Menga demay, yani izda deb.
kinoni keyin mushlar anikin keyin deb deyishib qolaman anikin mush rollarni bir et qolgandan keyin men oldiga olib qoldim. Siz bir ay to'yga meni olib to'ygizlabsizdarmisiz? Aslida 3 oy izladik. 3 oy, 3 oy. Keyin bu rollar izlamo. Boshda bu rolni og'oqda eng boshda kirganda xil shunday xushal bo'ldimchi. Va sana shuni bitirib 4 yil aktyorni bitirib bir bosh rol olganda shunday xushal. 2-3 kundan keyin tantirab qoldim. Qo'rqdim. Nemish deganda bu rol bunda oson emas ekan. Uning ustiga bu bir tarixiy filmda. Tarix film. Anikin bu 18 yoshdan 68 yoshgacha. Har qaysi davrlar bor. Hamma davrlar oldigan gap. Endi burunma biz sana shuni o'qigan bilan biz rol olib boqmagancha sirtda. Hali mo'yin bunda cho'nglar endi qo'shimcha rollar asos rol olmagan, qo'shimcha rollarni elab endi filmlar ishlab yurgan. Amaliyotda bu 30 qismning shu bosh rol kelgan vaqtda tempera qoldi. Ben başta temtirib qanday qilam deb keyin rejissyorni izlab bordim men. Olmayman. Qo'rqdim. Olmayman. Bu nemish degan bu tarix kirganmiz, keyin bu ishlar bir tarix kirib bu keyin bu mush saydi men aytgandan keyin bu rolni yaxshi olamisiz keyin haqda bu Qurbonjon rol aqchi berib qo'yib baqsa bo'lmadi dedim. O'qitilib ketadi. O'qitilib qo'rqib izlasam nima rejissyor dedi, xotirjam bo'l, hech nima bo'lmaydi. Sen 4 yil seni shuni o'qigan ekan, ya'ni shunday jiq filmlar qatnashdim. Tantirma. Yana birisi bu biz xansuch olamiz dedi-ku. Til xansuch ham deb. Men xansuch o'qigan ekan, endi. Ujat qiynalmaysiz. Ujat qiynalmayman. Endi rolda saqi qiynalib qolaman deb o'yladim-da, endi yosh burun bunda vaqtimiz shu 20 yosh vaqtimizda. 18 dan olamiz. 40 yosh qanday qilib, 50 yosh qanday, 60 yosh qanday qilib. O pastda o maktabda o'rgangan bilan amaliyotda berib olgan o'xshamaydi ekan. Kim kirgan rolni oldi ham olganniki haqiqiy o'ylagandek bo'ldi-ku. Birinchi hafta rolni yaxshi olamadim. Kirammidim ha rolni. Kiramdim. Topolmadim malqa hissiyotni-ku. Topolmay ki orliqdan ki mening rollarni olmadi bular. Bir necha kuncha sen demal bo'ldi. Sen demelab boshqalarning rolini olayli deb, chunki men anikin tarixlarni izlab, nim qilib anikin ba'zi ma'lumotlar so'rab, ya'ni rejissyorlar bilan deyishib, yozuvchilar deyishib, asosdan bir haftadan 10 kundan keyin kirib ketdim. Rollar. Endi rollar ishda endi qolgan keyin qiylanmadi. Anikin savoq kunab qoldik. U orliqdan savoqdoshlarim bor, mening muallimlarim bor. Ketdik shu rolni. Hem mush rol ilish jarayonidan davomli mush filmning muavir rejissyorlik vazifasini o'tadingizmi? Yo'q, o'tmadim. Bevosita rolning o'tdim. Keyin bir haftadan keyin to'xtatib o'tdim shu u xizmat qilma bo'ldi. Dastlab qilgan, dastlab bir haftagacha shu bir taraf rollar bir taraf ham qilayotgan. Keyin qilsak bo'lmaydi ekan. O kunda so'zni yodilmasa bo'lmaydi, o'ylamasa bo'lmaydi ekan. Demalish yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi ekan rollar. Uning ustiga bu tarixiy film bo'lgandan mushu sizlar rol olgan hamma shaxslar tarixda real o'tgan bir shaxslar bo'lgandan keyin shu rolni muvaffaqiyatli elishdimi yoki boshqa filmlarga qaraganda sizlarda besim bor bo'lishi mumkin shu vaqtda. Shu rolni chuqur joyiga yetkazib, voyaga yetkazib, shu odamga o'xshash elish uchun agar sizlarning xarakteringlar u rolni o'zgartirsizlar, nayt bir muvaffaqiyatsiz film bo'lib qoldi-da. To'g'ri. Buningda o'rinlash jihatimi sal yuqori talab yuqori. Hem o vaqtda men mening o vaqtdagi ash vaqtda rol olgan vaqtimda unchalik jiq o'ylab ketmagan. Rolamni yaxshi olsam bo'ldi deb. Keyin bu rolni olib bo'lgan ekan, his qildim-chi bizdan. Quyilgandan keyin texim hayajonlanmasizlar. O asli bir cho'ng vazifa bor ekan dedim-chi. Shu qansizgan zo'rin qandi. U vaqtda kichik emasmi? 25-26 yosh vaqtimiz u. Unchalik nimasi o'ylab ketmagan. Haqiqatan o'ylab ketmagan. Keyin men film qo'ya olgandan keyin hozir o'ylasangiz ras eg'ir ekan. Salmoq eg'ir. Qurbonjon aka, siz shu ishkir o'lkalarda ishlangan, shu qarindosh o'lkalarda ishlangan filmlarga qaraq chiqsiz, lekin men Shinjongda ishlangan filmlarga bak chiqib ketmaysamdek. Qanday bir alayda sabab bordi? Hamda men bu ishkir ishlagan filmlar, ishkir ishlagan o filmlarga muammo rejissor qilamchi. Cho'ng filmlarga muammo rejissor qilaman. Men bu nima deganda hamda birinchisi ma Beijingda shuni o'qidim bir yil. Ana ham birisi ma Bilim mashhurdingizmi? Bilim mashhurdim. Anikin ishkirda shu mening bir oilam bor, necha ming odamni-chu. Eng tez suratda zurji qila oladi. Anikin urush tashkillash iqtidoringiz yaxshi ekanda.
Yan birisi anikin ma urush nimasiga bek. Urush kino. Urush kino. Anda kinolarga amroqchi men. Shunga ishkir jiq filmlarni qatnashgan. Uni ishkirda rol olmayman. Rosa muammer qilsiz. Hamda bu ishkirga filmlarga jiqlara muammer qilman. U muammer qilganda ham ishkir bir ular texnik yaxshi hamda ularga Shangangdan, Amerikadan va Fransiyadan mana o'rganib keldi emas, Yaponiyadan. Hani biz berib ularni o'rganib olib, keyin mana Shinjang kelib biz mana qaytib kelgandan keyin u texnikani mayaga ishlatamiz deb. Shu netishni yaqib 10 yil olib qoldi Bejinijda. Ama siz hozir o'rganish bosqichidan tamoman o'tib bo'ldingiz, shundaqmi? O'tib bo'ldim. O'tib bo'lib ba'zi shu qaytib kelib, bultu qaytib keldim. Bultu qaytib kelib hamda film ishladim. Ishlash kirishdingizmi? Bultudan hozir to'xtamay film ishladim. O'zi rejissor bo'lib. Ha. Unda xo'smi shu hozirgi ham keyingi planlaringizni oshkorlashga bo'lamdi. Bo'ldimi? Yaxshilagan filmlar. Hozir hamda men ishkirlardim ham laqam shu Junggoning dingmen Junggoning eng chong film qatnashsincha men Shibi, Taipinluan, Urunchi, Huangjingshida o'sha ana filmlar qatnashdi. Hamda ularni o'rganib kelgan ekan, hamda Shinjang qaytib kelgan ekan, hamda shu o'zimning plani hamda o'zimizning mayadagi tarix filmlarni, o'zimizning kimishadagi Shinjang millatining filmini ishlab shu ishkirlarga, dunyoga tuntayish. Buldur rahmat. Xudo xo'sa hammamiz birlikda shu Qurbonjon akaning Emin Xo'ja obrazini ekran orqali birlikda ko'rib boqaylik. Marhamat. 我想让您去给我答说我和黑丽倩的事情。啊，你看看，你小子说来看你大爷，你还是有事来找我吗？好，回头我去跟你阿塔说去。那我就谢谢您了。阿塔，你是不是看图拉汉的阿塔是伯克，有庄园，有财产？阿塔，你不是常说我们穆斯林要遵守古兰经的教育吗？古兰经教导我们做一个有道德、有正义的人。您是知道的，我根本不喜欢图拉汉，这山鹰和百里脑能合得来吗？阿塔，你让我跟一个我自己不喜欢的人过一辈子，您能忍心吗？咱们都是兄弟嘛。收下，那就谢了。走好。后会有期。后会有期呀。总督老爷，您真是爱说笑话。我已经有了2房妻子，再说，我也没有再娶的意思呀。怎么？你不喜欢我的女儿吗？哎，那倒不是，是不是有人欺负你？那你倒是说话呀！我阿塔怎么把我许配给伊布拉因了？你说什么？ Filmda Emin Xo'jani chin dildan yaxshi ko'radigan bir obraz va u bo'lsa Turaxon obrazi. Bu obrazni hammamiz intayin yaxshi ko'radigan, tonilayotgan yosh kino artisti Oltinay Komil o'ynagan. Assalomu alaykum Oltinay. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Men siz rol olgan kinolarni yaxshi ko'raman. Sizning obrazingizni intayin yaxshi ko'raman. Mushu filmdagi obrazingizni siz nihoyat utuqliq bir olgan obraz deyishga bo'ldim. Unda xo'sa oldi bilan bizning ko'rmanlarimizga mushu rolga tanlanish va mushu rolni o'ynash jarayoningizni bir eslab o'tamiz. Bo'ldi. Bu filmga meni tanlaganda, boshda meni tanlagan rol bu rol emas. Bir Mo'ng'ul qizning roli bor ekan. O'rna deb. Shu rolga tanlagandi. Kaynadan men jiq yetkilib ketdimchi bu rolning ichida. Oxirida shuni bilan bir kuni o orliqcha biz ham masalan rejissor bo'lsin, barliq shu film qatnashquchi barliq xizmatchilar bo'lsin, masalan Qurbonjon yordamchi rejissorlar bo'lsin, biz billa turdiqda ishada. O vaqtlarda bir odamning mijoz xarakteri da rejissor qarab baqsayliqi mening mijozim o'choq. O'choqda kichik bo'lgandan keyin sho'x deganda qarab ko'ngilda jab shu bir Turaxonningki mijoz xarakteri shunday baka deb o'ylagan bo'lishi mumkin shu vaqtda. Mening bu rolga bekitgan. Mening bu rolga bekitgan vaqtida men bakchiq o'ylamadim boshdachi. Shu qilib men bir rolga chiqib ekanman degan bir hissiyat bilan lab boshqa kirgitibdim. Kaynadan
kichik vaqtimda o'ynagan vaqtimda faqat qiynalmadim. Shu o'zamkango shu deb iliqi po'chilik qilib deganning oyoq qarab, miyoq qarab degan men bagning qiziqo deb po'chilik deb shu o'ynab ketdim. O'tirga kelgandan keyin ssenariyaga başta bek sal qarabman. Keyin ssenariyani har xil o'zgartirishlar bo'ldi. Qarsam bu men asli mening qiyri vaqtimda boshqa odam o'ynaydigan bo'lgan. Keynidan men shu o'zimning kichik vaqtidan tortib, shu Abay Qurbanjondan 18-60 necha shu vaqtgacha hamdi. Kichik vaqtim boshlab qiyrigacha men o'zim o'ynaydigan bo'ldim. Keyindan buningda to'y qildigan, bal tug'digan unday ishlar bak aniq tasvirlangan boshqa ssenariyda. Keyin o'zgartish orqali mushu nurg'unlagan mutaxassislar, mushu tarix mutaxassislar, masalan yozuvchi deymiz, bizning o'zimizning yozuvchi, mushu adibkorlar bilan birga paranglish jarayonida bu ssenariy nurg'un o'zgarib ketdi-ku. Meningki bu filmdagi rolim qanchalik ig'irligini keyin bilib yetdim-da, chunki bu film hamda hisob meningki tunji filmim hisoblandi. Bunda bir tutamliq filmdan. Maktab bitiriblarmi? Maktab bitiriblar. Zupiyevning sağdışım ikimiz şu maktab bitiriblar qatnashgan tunji filmimiz bo'ldi. O'sha tunji qatim qatnashiblar bir fursatda hamda cho'ng bir filmga asosli rol bo'lib qatnashdik. Shuni olanki bu filmni o'ynash jarayonida boshidalik qo'saqni qolgan. Qo'saq uyg'on bo'lgancha. Men bu qo'saqni qilib, bu qandoq oldigandu, nimani qandoq qildigandu deb biliqi. Odatda normal odamni qo'sqida qolganini bilib tutib do'rashlanmadan bildi. Lekin haqiqatan siz shu do'ra aytib shu rolni aldıgan vaqtingizda qiynaldim. Haqiqatan hamda men texi anım bo'lib baxmadim. Meningki bu savaqdishim anım bo'lib baxti bu deb ketaqdan qiynalib. Aqtan bir qiynalgan ishga anonsiga rolni alsiz o yerda. O vaqtlar bir qiynaldim. Andan keyin balam o'lib ketadigan o yerda bir ichinishlik bir rollar bor. Onun oldida bir to'y qilishdan burun bir dadam tugab ketadigan bir yerlar bor. Ondan keyin kaynidan sarang bo'lib qolgan bir yerim bor. Onun oxirida eliqib qerib ketgandan keyin zaharlik nonni yeb shu ang oxirida yana bir aşqimdan bir sipajim o'tirib turaman kinoda to'xti degan bir obraz. Shuning bilan eliq bir ang oxirida shu zaharlikni hamda filmda eliq o'lgan yan chiqolmaydi, lekin shu o'lib ketish uchun yeymiz-da ani. Shuni menga rejissor bek muhim bir vazifani bergan. Sening ma bir ko'zing sen Iymon Xo'jaga mangu Iymon Xo'jaga chidamaysa, bu bir ko'zingdan yosh chiqarsang bo'lmaydi. Bir ko'zingda sen bütün hayatыңdan bir içingan, bo'lgan azap oqibatini bir ko'zingni chiqirib. Bir demakchi bir ko'zing yig'ilmaysa, bir ko'zing yosh chiqadi dedi. Bu qanday qilib bu bir ko'zni yosh chiqirib, bir ko'zni yosh chiqolmaydi deb o'ylagandim. Lekin haqiqatan bir aktyor shu bir obrazga kirgan vaqtida u bir masala emasga. Haqiqatan shu vaqt kirganda haqiqatan birdan turib ko'rib baqsaq bo'ldi. Shu bir ko'zimdan yosh chiqirib, bir ko'zimdan qilmadim. Lekin men mush filmda haqiqatan aktyorlikning nimaligini bilibmi? Ekran o'rindash maharatining nimaligini men mush kinoda o'zimningki mush aktyorlik san'at hayotini boshladim deb qarsam bo'ldi. Yaxshi ko'rman bu o'zimningki eng pokiz o'zimizni yasab, rollarni bezab, murakkablashtirib, menda o'ynasam, menda oldu, ekran menda raqsam, menda chiqib qolma degan emas. Ishqimish rolni yaxshi o'ynab bersam bo'ldi-ku. Mush rolni chuqur kirib deb tunji qatim ssenariyni olganimiz meningcha bu men olgan eng pokiz rol deb qarayman. Shuning uchun bu men uchun hamda birinchidan filmimga mushu aktyorlik hayotimga dasganimning tunji filmim meningcha eng yaxshi boshlangan, eng tabiiy hozirgacha shunday yaxshi ko'radigan bir rolim deb o'ylayman. Demak, siz mush roldan o'zingizmi shunchalik rozi, ham mush rolga chiqqanligingizdan shunchalik xushal shundaqmi? Amdalik taydigo san'at degan mangulik odam rozi bo'lmaydigan bir kasb, rozi bo'lmaydigan bir san'at deb shunday taydigo. Amdi rozimi desangiz, jiqiyalarda adam men hozir bo'lganmiz, men chuqur munda qildim deyman. Lekin o narsalarni hozirgi o'rindash mahoratimni elib chiqarib deb o'zim tabiiy men Oltinay, men ayni vaqtdagi Oltinay deb o'ylagan vaqtimda men eng yaxshi ko'rgan, eng omaq rolim deb o'ylayman. Abay siz degandimmi, bildik shu filmni ko'rgandan keyin mes qilgan sizning shu filmdagi rolingiz bek ziddiyatlik shundaqku. Aniqkin siz Iymon Xo'jani shunchalik yaxshi ko'rsiz, lekin sizni yaxshi ko'rmaydi. Shu muhabbat jihatimi, iliqnay to'qinishlar bor bir filmga. Shu hissiyotni elish jarayonida qiynaldingizmi? Buni qanday deymiz deganda, bu filmda men Iymon Xo'jani haqiqatan yaxshi ko'rgan mudarrisi, ish ketgan bir shu mezgilda boshqadan yo'q qo'ymaydi deyman. Shu qo'yib qoldi, yaxshi ko'rib qoldi.
Anaqa faqat ajoyib bir xil yaxshi ko'rganman-ku. Anondan keyin bu ikkimiz ham do'st. Aniq bir do'st, aniq dushmanlashib ketamiz taxi. Bu Qurbonjon filmning ismi bo'yicha Imin Xo'ja Xalchixonni yaxshi ko'rgan. Hamda mening o'zimninki bir mijoz bor-ku, o'zimning tabiiy mijozda. Burundan tatib bordi. Nim bo'lsam cho'qim eng yaxshisini qilaman deb. Odatim bor. Shu odatda deyman. Nima ish qilsam cho'qim eng yaxshisini qilaman. Ayliqi shu nishonimga yetmoqchi bo'ldi qilmayman degan-ku. Bu yerimiz azroq o'xsha qolgan men filmda shu. Shuni qilib tegib oldim. Shu ana qildim, ayliqi u vaqtlarda Qurbonjonning bizga ko'p yordamimiz bo'ldi. O yardımcı nima desangiz ham bu Qurbonjonning roli bak eg'ir-ku. Rol bak eg'ir. Biz to'la izdaydik Qurbonjonni. Ba'zi rol olma undaq qilib ikkimizningki birga bo'lgan vaqti bak ozdi. Anda olgandan keyin birinchidan filmga bak tushgan-ku bu ya. Onun birinchidan hamda Qurbonjon yashaydi bizga farqimiz bo'ldi hamda. Hozir adashdak bo'lib ketganimda vaqtli yashayapmiz farq bor. Bizga tap tortishmi bor. Adam rasmiy raqibroq gap qismi adam xijil bo'ldigan mundaqchu. Onun bu Qurbonjon Xams mektebda o'qigandan keyin men qalqamoq mijoz topdisiyu. O jihatlarda adam bir da hissiyat Imin Xo'ja munda deb degan hissiyatim yo'q. Qilib o'tiraman. O yerlar bak tushgan hamda Yamriska bu kimninki, Zulfiyaninki buni kimni yaxshi ko'rishi. Har jihatda buni shaxsan o'zim yolg'iz o'rnab bilamdim. Xuddi garchi filmda qisqa kesib gapirgan bo'lsak-mu, bizning amaliyotga turishimiz ilifqisiz ba'zi bir maxfiyatliklar bor. Shunga yaxshi chiqib ketgan bu kino. Bo'lib shu rol olgan vaqtida. Shunga hamda meningki o'zimninki qaysarligimga tayinib shu faqat men bu ishni yaxshi ko'rman, hech kimga bermayman. Imin Xo'ja meningki faqat mening bo'lish kerak degan bir o'zimning dapadim-ku, xarakterim ham shu o'zimning filmda. Bu rolni ko'rasizmi? Shunga yaxshi chiqqanmikin deb o'ylayman. Ba'zi mijozlar bor-ku. Mijozlarimiz o'xshaydi. Ba'zi mijozlarimiz bak o'xshaydi-ku. Shunga bak qiynalmadim ya bunday yerda deb o'ylayman. Bunda xo'samiz birlikda Turanxon obrazini ko'rib boqaylik. Marhamat. 我要这种的，买10条。姑娘，你以为不取消了，我卖给几位小姐？掌柜的，他带的我可不要，我要买新的。63，张总。我给你报10的。哎，小姐，你一下子买这么多纱巾，还都买成一样的，怎么办呀？不用不带，都给你了。给我？那我也带不了这么多呀。你想给谁就给谁吧。今天晚上在我们家李亮房那里等我，我有事找你。小姐，您这是跟我商量呢，还是命令？不管，反正你一定要去。那我就当你跟我商量了，到时候我看看有没有时间。要是有时间我就去，不过你不要老等着我啊。一定要去哦。可是敖明和主，我不像和那吵，我也是个女人，女人有点私心，这是很正常的，要不她就不是女人了。对了，敖明和主，以后你的事我不管了，你想怎么样就怎么样吧。只要你愿意留下来，留在吐鲁番。你什么意思啊？睡吧，我明天还赶巴扎呢。谁说的？不是，你在说我吗？哟，臭美。我说的是阿明和主。我可怜的羔羊，受伤的眼睛永远失去天真的光芒吗？不麻烦，谢谢你对我做的一切。只是我他并没有拿那张图来奈何我的自由。我再也回不了一品，再也成不了博客了。我现在已经彻底变成一个
不，你走吧，像以前那样头也不回的离开我。你就让我想个办法吧，也许我能救你。 Şinjan Okyan Medeniyet Tarqıtış Şirketi ve Okyan Televiziyası yolu koygan Okyan Universal kanalı, Okyan Teatr kanalı, Okyan San'at kanalı, Okyan Radyo Televiziya raqamlik Uyg'urcha kanalları rangdor sarxil mazmunlar orqali turmushingizga yangicha zo'q, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi g'alda. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymak. Baza chaqqandan. Okyan Televiziyasi kanallari muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Okyan Televiziyasi. Altınay bizim bilimiz siz şu okuş bitgandan keyin şu Beijinglarda jiq filmlar qatnashdingiz. Shu ishkir o'lkalarda filmlar qatnashdingiz. Hozir Xinjiangga qaytib kelib, shu Xinjiangning kinochilik sohasiga yana qaytadan kiryapsiz. Unda bo'lsa, o'zingizning bir mushaq ta'sirotlarni so'zlab boqamsiz. Ishkir film ishlasam hech kim tanimay ekan, Xinjiangga men ishim bo'ladi dedim. Naqib kilayli deb bo'lishadi. Naqib kilayli deb nima? Uyak bas chiroyini o'zgartirdi emasmi? Rost. Tunolmaydim. Men shu boshda shu Abay degan mush filmdan keyin qatnashgan film, asos Ishkirning filmlariga qatnashdim-ku. Amdi Ishkirninki filmning o'ziga tushliq alayligi bor. Bizning diyorimizdagi filmlarning o'ziga tushliq alayligi bor. Balkim texnik jihatda Ishkirninki filmlarining texnik jihatdan bizni ustun turish mumkin. Lekin amdi ba'zi mahorat jihati bo'lsin, ba'zidagi o'y fikrlar jihati bo'lsin, men yana bizningki diyorimizningki ba'zi bir filmlarningki bir xil shu yo'nalishni biz yaxshi ko'rmanchi. Hamda texnik jihatda haqiqatan buni hech kim masalan ko'rmanlarimizni biladi, yakmush kasb yuratganmidi. Ishkirning haqiqatan texnik jihati bizni besib chiqibdi. Ko'z yumg'ul bo'lmaydi. Ko'z yumg'ul bo'lmaydi uningga. Hamda diyorimiz taraqqi qilyapti. Diyorimiz hattoki hozir Ishkirningki ba'zi filmlarga yetib ketgidek, ashundaq filmlarimiz qilishmoqdek filmlar chiqyapti. Bu deganimiz hargizmi bizning yaxshi emas, ham yuqori ustunlik bo'ladi-da. Lekin Ishkirningki filmlariga bizning bir Ishkirlarning filmlari qatnashib keyin Xinjiang qaytib kelib Xinjiangningki filmlarga qatnashib, menda bir bo'lgan birdan bir o'zim his qilgan narsa bir bo'libmi, shu kasb jihatiki, shu kasbni suyish, kasbni hurmatlash degan bir narsaningki, shu bizningki shu Xinjiangda, shu o'zimizning diyorda nihoyat ojizligini shuni birinchi his qilgan maslam shu. Ikkinchi his qilgan maslam shunchalik uzun mazgil o'tgan bo'lsa-mu, ba'zida shu o'rindash mahorat jihatda bir ko'rib qolgan ekan-ku. Hamda balkim bu so'zim nurg'ulg'an bizningki peshqadam ustozlarimiz bo'lsin, yoki hozir yetayotgan ustozlarimiz bo'lsin, yoki mush kasbni qilayotgan bizningki do'st birodarimiz bo'lsin, balkim sizlarga balkim aksincha bir ta'sir berib qo'yishi mumkin. Bu faqat o'zimningki his qilganligim, shaxsiy his qilganlarim. Bu yerda ba'zi nurg'un vaqtlarda men Xinjiang filmini qatnash jarayonida hatto shu vaqtlarda yana talishib ketgan yerlarim bor. Nima uchun bunday qilamiz? Nima uchun bunday bo'ldi? Nima uchun bunday qildi? Ya bu yer biz mushtaq qilamiz deb hatto rejissyorlar bilan gap talishib ketgan yerlarimiz bor. Ikkinchisi shu o'rindash mahoratda bir taraqqiyotni ko'rmadim men bu yerda. Hamda bu mening o'zimniki shaxsiy ko'z qarashi. Balkim bordi, yo o'zim his qilmaganman, lekin men uni his qilmadim. Bir o'rindash jihatdan shu yo'yan fashida. Bir me'oyiga tuxib qo'yishing, yoki bir bisib chiqish yangilik yo'q-ku. Anonikin üçüncüsü nima desem bu bizningki Xinjiang diyorimizdagi shu kinochilik sohasida men shu birdan bir o'tindig'im artistlarga bir obrazni bekitib qo'ydigan ish bek chataq ekan-ku. Altınay degan pochi bunday rolni bak yaxshi oldi. Cho'qim bir pochining roli asli Altınay sekildi ekan. Zulfiya yig'laydigan rolni bak yaxshi oldi. Cho'qim bir yig'laygan shu bir bekitib qo'yish bak og'ir ekan-ku bu yerda. Biz shu natijal shu aktyorlikni bitirib o'qidik. Biz har qanday rolni ola olamiz, ham ep baxtiq, ham qo'ya olamiz. Ola olamiz, lekin yaxshi ola olmadik, yaxshi ola olmadik. Buni kan ko'rmanlarimiz bizningki shu bizningki kino, televiziya, teatrni yaxshi ko'rayotgan tomoshabinlarimizninki shu ularninki so'zdan, ashlarning tevishdan bilimizda yaxshi yomonligini. Men kasbim uchun men nurg'un narsalardan qurbonlik bergan. Birinchidan harbiy qismdan chekinib chiqdim. Andan keyin to'y qilishdan vaqtincha voz kechdim. Chunki mush kasbni qilma, to'y qilib bo'lgandan keyin bal tug'itganmiz, oilada etganmiz. Men mush kasbim uchun nurg'un narsalardan men qurbonlik berdim. Bu qurbonlik berish cho'qim cho'lpan bo'lib, ma'lum bir maqsadga yetish emas.
Çünki mening mang'idim cho'lpon bo'lish yo'l emas. Faqat mush hayotimning oxirigacha mush apparatning oldida. Mayli bir kichik film bo'lsin, cho'ng bo'lim bo'lsin, mush hayotimning oxirigacha apparatning oldida o'sam deydigan bir narsa bor-ku. Faqat men kasbimni so'yganligim uchunla men nurg'un narsalardan qurbonlik berdim. Men o'ylayman bu meningki bir kasb bo'lgan hurmatim, muhabbatim deb o'ylayman. Boshqa bir ma'lum bir narsani muhim o'rin tutib olmay, masalan, moddiy, ma'naviy jihatdagi narsani muhim tutib olmay, endi biz mushu barliq mush aktyorlarimiz hammamiz mo'rini terab, hammamiz o'zimizning kalasiga bor narsalarni bir yerga qo'yib, masalan, mana Qurbonjon o'xshash nurg'un bizningki yosh rejissyorlarimiz, cho'ng filmlar qatnashgan rejissyorlarimiz mana bo'ladi. Bular bilan bir yerda o'tirib, hammamiz boshdan boshqa bir yerga akilib qilgan vaqtimizda cho'qim bizning diyorimizdami xalqaroga tonilg'idek, butun mushu tomoshabinlar hayron qolg'idek, mayli shukr o'rtlar bo'lsin, balki xalqaroliq bo'lsin. Barliq adamlarni hayron qilg'idek bir yaxshi film chiqadi deb o'ylayman. Shunga mening bu Shinjongga kelishimdagi, Shinjong qaytib kelib film ishlashimdagi maqsad biz o'zimizning diyordagi mushu filmchilik madaniyatimizni sirtqi xalqaroga bildiramiz deb qaytib kelgandan keyin cho'qim bizga o'xshash aktyorlarni qo'llab-quvvatlab bizmi diyorimiz qaytib kelib diyorimizningki kinochiligi, aktyorchiligi bo'libmi diyorimizning san'atchiligini barliq xalqaroga tanitayli degan maqsad bilan bu yerda tirishayapmiz. Rahmat Oltunay. Albatta orzularda armon yo'q shundaqku. Orzularda gunoh yo'q. O'zimizning orzusiga yetish uchun har birimiz o'xshamagan badallarni to'laymiz. Abay nayt to'g'ri dedinglar. Endi yaqinqi mushu 1-2 yil ichida biz Uyg'urlarning uyda o'tirib ko'rgan ko'p qismli kinolarimiz sizlar olayotgan. Bu oylik qarang degandek mushu kinolarmi vujudga keldi. Ishxondagi ishlar bu oylik qarang degandek televiziya teatrlari qo'yilyapti. Shuning o'xshash yaxshi kinolar uchun nurg'ulg'an rejissyorlarimizning badal to'layotdi. Endi hammamizning o'rtaq orzusi bormi shu peshqadam aktyorlar, rejissyorlarning yetakchiligida yosh aktyorlar, rejissyorlarning tirishishi bilan bizning kinochiligimiz texmi taraqqiy qildi. Ham bu taraqqiyot albatta hammamizning zimmamizda deb qarayman. Hammamiz birlikda tirishsak balkim bu kunlarga erishib qolamiz. Filmdagi yana bir bosh personaj bo'lsa, oshiqi Emin Xo'jaga tegalmagan Saib Jamol, qiz Xalchixon obrazi. Bu obrazni yaratgan artist bo'lsa, Shinjong san'at yurti Muqam ansamblining talantli yosh artisti Zulfiya Rashid. Assalomu alaykum Zulfiya. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Siz shu filmda Xalchixon obrazini voyaga yetkazib o'rilgan shu kinodagi obrazingizni hammamiz intayin yaxshi ko'ramiz. Unda bo'lsa, siz shu rolga tanlanish va shu rolni o'rinlash jarayoningizda bir aslab o'tamsiz. Ma'qul. Bu Turpan Inanchixonlig'i degan filmda dastlabda artist tanlashda men o chaqda bir shu o'zim odatda usulni o'ynayman-ku. Shu usulni yaxshi ko'rmadim. Shu men bir yerda ishlayotdim. Shu yerga keldi bular. Qurbonjon bir naytisi, yuksak kamlar naytisi. Kelib, shu yerda bir shu dramani bitgan bir qiz olyapti degan o'xshaydi. Deb shu yerga keldi, klip rasmlarimni tortib ketdi. Ketib shuni bilan uzoq o'tmaylam telefon qildi. Telefon qilib Turpan kelsangiz bo'pti ekan, mana bir film bor. Ash filmga bir rejissyor bir ko'rpa qaydaydi degandi. Deb bordim. Basam o'sha kirib plan bir uyda bir kitobning azroq bir bo'lugini tutqizib qo'ydim, shuni o'ynab qoldim. U taz bir yig'laydigan, nayt bir ijobiy bir personajga bir Turpanningki yerlik obraz ekanimda. O'zim shuncha yaxshi ko'rdim, men ma'qul deb o'ynadim uni. Oynab to'z yig'laydigan yerim, yig'laydiganga sal yamaraqchi hamdalashar. Beshikishlik yig'layman. Shuningga qilsam, bular ko'rsatgan o'xshaydigan ko'rsatib mendan rejissyormi, voy mush qiz shukanman izlayotgan deb bular qolganlarini tanlab shu Xalchixon obrazi qilib shundami? Ha. Shuning bilan bo'ldi ekan, mushu shukan Xalchixon. Dedi ama qo'llab shuncha xush bo'ldim. Shuning bilan menda kitobdan berganda o'tirib bo'lganini ko'rdim. Hatto kichik o'zim pek yaxshi ko'rgan ekan, kichik uxlamay ko'rmaylik kitobni ko'rsam, otam ba'zida ko'rib ochiqlab ketgan yeri bor. Yerim kecha uxlamay nimish qotsa, at ko'rsam olmamda deb. Ma'qul uxlayman hozir deb qo'yib, yana ko'rmaylikni kirkitib cho'shtiga. U qo'yib turibdi, ba'zida shu men bunda qilsam bo'lgan, men bunda qilsam bo'ladi degan deb ketgan yerlarim bor. Shuning bilan deb kirketdik buning ichiga o'zim turpanlik bo'lganligim uchun shundami Ayaninki mijoz xarakteri,
Hammani o'zim uqqan ekan, o'zimni bag'olgan ekan. Shundan asta cho'kdim dastlabda, hamma odamni bag'u qiynaldim. Shundan mana uni ostiga bizning maktab puturiblam tunja o'zimiz qo'limizga olgan cho'ng tipdagi film bo'ldi bu. Dastlabda qiynaldik, tamtirdik cho'nglarning oldida. Uni asta shu deyishib yurib, mana qilaydi, mana qilsam bo'ldi ekan, men bunda olsam bo'ldi ekan deyishib yurib. Bu filmni mahal uzoqqa so'zildi ya, 8 oy tugdimi? 8 oy turpanda oldingmi? 8 oy turpanda. Ayoq. 1 yil asos. Nimada? Qumul Bargilda. 10 oy. 10 oy tıxı. 2015-yili, 2005-yili 8-ni boshlab 2006-yil 6-yil turdi. Xil uzoq. Uni ustiga mau fasl nimasi bor bo'lgandan keyin yozda bo'lgan ko'rinishlar ba'zida qishga udil kelib qoldi. Bulamagan ko'rinish qishda qolib qoldi. Eliq qishda biz yozliq kiyim bilan yana shu yil qolib qolgan qismini yozliq kiyim bilan turib ashadi yozda evotgandek shundoq olib ketganlarimiz bor dasha. Yozda tomoqni kiyib chiqib turgan. Og'zimizda o'ch chiqqaniki bu o'n qanda yo'qoltimiz desak bingor qilamiz qishda-ku. Qishda bingor. Qishda degan g'ilg'il qilib muz bingor. Muzni yeb bo'lgandan keyin o'chmaydi orqali yo'qdi o'g'ni. To'ngandan yan to'ngapti. Shundoq ish qilib shundoq ko'ngillik lekin. Ko'ngillik ham jafoliq ishlab oxir tugatib oldik uni. Hamda tomoshabinlar qandoq deb qarayotgan ish qilib, men ish qilib shu jafolarimga ish qilib hali yomon emas o'ynadim deb o'ylayman o'zimcha. Demak, sizdan o'qish bitirib qo'lingizga olgan tunji bir cho'ng filmda asosiy rol. To'g'ri. Tarixiy film uni ustiga. To'g'ri. Zulfiya, siz mush Xalchixon obrazni olgan vaqtingizda, hamda yan o'qish bitirgan vaqtingiz qo'lingizga olgan tunji bir cho'ng film. Andan keyin ustozlar bilan, peshqadam aktyorlar bilan olgan bir qism rollaringiz bor ekan. Mush rollarni elish jarayonida qiynaldingizmi? Voh, qiynalmaydigan shu. U maktab bitiriblam olgan film bo'lg'achqa, u chaqdimi yaşjatdimi kichik. Bu filmdimi biz mau üçümüz bil o'ynab kichigimizdan bil o'ynab cho'ng bo'lganlar. Lekin mashkimiz bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz. Lekin bu mendan bakrak o'ta yaxshi ko'rdi. Shuning bilan o'shib qolib bo'lmoqchi. Qanday qilsam mushkisini nim qilamanki degan niyat bor buningda. Chunki buni bek yaxshi ko'rdi. Biz ikkimiz bir-birimiz bu yaxshi ko'rmaydi, lekin ikkimiz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Lekin bu meni as bo'lmaydi. Unda yer var. Unda yer var. Unda yer var. Şunun bilan andan men ananikin menlam o'zimni qurbonlik bersam, muşun bilan to'y qilmasamlam, mush bir yurtni qo'g'dab qala oladigan darajadagi bir vaqa bo'ladi. Menlam qurbonlik bersam bu mush Turaxonni aslam ananikin bu quliga cho'ng ishni qiladi, tutadi, ananikin urush qilib cho'ng ishlarni qila oladi degandek. Sizin bu rolingizga hesabda bir siyosiy vazifa qo'shilganda. Shuning bilan ma'qulanda bo'lsa. Menlam qurbonlik beradigan ish bo'lsa, bo'ladi men qurbonlik beray deb kirib ashaga. Ananinkin deymanda shu nima cho'nglarimizga men qurbonlik beray. Diplom ashadan pichanninki, pichan vanga shu yerga men ola maqsadi meni mana bilan urush uchun meni akassa, buni chunki ikkimiz yaxshi ko'rishimiz emasmi? Meni akassa, anankin bumi tang qaytadi, anankin biz mana bostirib urimiz degan bunda bir maqsad bor. Shuning bilan ma'qul men unda sizlar ketayim, sizlar bilan mangay deb andan o'gizdan tushib, o'zim bilan o'zim ikkimizdan sivatdan o'zim to'qigan sivatdan tushib qilgan yerimiz bor. Pek ichinishlik o'yama. Shuning bilan kit qilib özüm köymügen tanımagan dadamdek bir adamның yeniga barmay şunun bilan to'ydim qilaman. Shu araliqdimi to'ydan keyingi ba'zi bir ko'rinishlar vatayliqi evtibdi qizliqi. Liqimda yerimni kesib tuz chachirgan bir yerlar vat qarganda o'yanda deb qo'yatgan. Uni evtibdi. Uni evtibdi. Shunda bir nimalar bor, bak ichinishlik. İbrahim. Anan kanchi mujbit tatinishlar bo'ldi. Ba'zi bir o'rindash nimalari bor, shu yerdami qiynaldim. U ustozimiz o'g'ashqa, u ba'zi yerlarda meni yetaklab ketdi. Mayada ukam men bunda qilayli. Siz mayaqni bunda olib beraman, bunda olay. Qijilomang. Tatinimang, qijilomang deb yurib o'ynab ketdik hamda unimi.
keyin tatinish bor. Bizning kasb shundoq ekan, o'ynalib bo'lgandan keyin, ko'rib bo'lgandan keyin, men bundoq oson bo'pti ekan. Mana bundoq olsam texim yaxshi bo'ladi ekan. Hozir hammamiz oshda deyalaymiz. Hozir Tulfan nima Turpan inanchxonligini hozir pal qilamiz, biz boshqacha olamiz uni. Boshqacha olamiz. Jiddiy tutdik, ha? Ras. Qayta bir ishlamdik ya. Maktabda o'rgangan shu aktyorlik san'ati, afsuslanarlik san'at deganni haqiqatan shu amaliyotdan his qilib yetdim. Bishimizda o'tgandan keyin. Hozir ishlagan bo'lsa, Turpan inanchxonligini yana boshqacha bir obraz bo'lib, texmo yaxshi aldığımıza o'ylaymiz. Unda xusamimiz birlikda Xalchixon obrazini ikra orqali ko'rib boqaylik, marhamat. Ko'raylik.按照咱们维吾尔族的风俗，这帽子是新娘给新郎做的。要等你送彩礼的那天，我再悄悄塞给你，让你戴上这帽子当新郎。我先回去了，啊。是你求我告诉你路，你倒蛮横起来了。你不说，我就不告诉你。好，我说，我们是洛克辛的伯克伊布拉因家的人，是给恩敏合作送礼的。我可给恩敏合作送礼？哎，这倒是很新鲜。你告诉恩敏合作，我再不和他一起到国家上了。哦，是吗？你不和我来，和谁来呀？和谁来也不和你来，我以后和肉丝蛋来。我可不敢。听见没有？要是我和你合作不站在你身边啊，别的小伙子也不敢站过来。就你霸道。喂，他们走了，你快点出来吧。恩明和卓，我们逃出来了吗？还要走很远很远的路。马木提，如果你做了卢克逊的播客，请拿证据出来。我和李奇汉会立刻离开这个庄园。可是，假如你没有能证明的东西，那么我仍然是这个庄园的女主人。敢碰我一下，你试试看。Men bu film ko'rganda ayron qolgan bir ko'rinishlar bor. Hozir qizlarmi bak otlarni minib qo'rqmaydigan bo'lib ketdik, lekin ishqinglarning bu filmdagi ochab turgan ko'rinishinglar odatda qizlar unchalik ochab turib bo'lmaydi. Shu so'rab baxsam burumimshtaq ochab turib o'ynamdinglar ya. O'sha kinoning ehtiyoji bilan o siz degan o qizlar qo'rqmay men degan ot degan narsaniki paka otlar o biz men degan otlar degan rasmiylik musobaqa otlar ekan. Shundoq u igiz bo'ldi. Ustiga chiqib qo'ychi ustiga chiqibchi cho'da qo'ychi ma'nigan shundoq qanday ketadi. Lekin biz filmni boshlashdan burun 3 oyda tayyorlik xizmatini ishildik. Maxsus osh ot minishni ortimizga bir odam sab qo'yib o'rgatdimiz. O'rgatdi shu vaqtida. Rol yo'q vaqtida o'sha ot minishni. Mashq qildik emasmi? Barko'lda bir oydak oldi ya, shu chog'da shu. Shu Qumulning Barko'l degan bir yerda bir baygi maydoni bor ekan-ku. O'sha yerda rasmiy shu degan o'takning kip rasmiy mashq qildik. Bizmi qo'rqdik. Endi astayliqi tikon qilib bo'ladigan bo'lsa qo'rqmay ma'nutganmiz, lekin nima rasmiy chaptirgan rasmiy chaptiriblar shu bak ochiq yomon bo'ladigan yerlarimiz chiqdi. Masalan, bunday qaplab imongo'chi qaplab shu zarlar imongo'chiga mishtaliqi zar nonni berib qichib ketayrim. O'sha yerda suratni aytdi, suratda
Миндоқ сенің жыққо ат нем. Вай, менің мұнда бір болған. Тазы бір чап тұрған ер батты ярып, чап тұрып кетіп басам, улыққа үркіп кетті де, айлыққа әп қачыды кен, онда вақтыды жо, тасыңыз бұл татмай, меңей вырды кен. Şu çağdan ken, adamam o desem, Qurban Jallı kelip, vaş aldıdan tostu de, o qanda oğlumni uqmayman, men yilqa igirdan chiqib, bo'yni qatlab chiqqapti men. Chechi deganni chim o'tiribman. Azroqli menda olganmiz yiqilib tushmaylik, surat pakishda kela qatning. Şu çağda xatarlik. Yemek igizda unda qatlar. Xitoylik nima demasman. Hatta qışınçı resmen şu mesela qış, yaz bu. Görünüşünü başta apulsuzdan, apoğanın ikini qıp qaldığın görünüş abay mazul biyamı dedi. Qan qıştı başı yuvatqamızdaki soda. Sıxtaylıqı qılın tumaq degandan keyin yani taqab talab diyor. Bir talab oturib siz degandek. Nurg'ulg'anlıqı hatta mamı degan shunda qattiq og'rib bir hafta doktorxonaga yetib shu osma degan başta esib turib ro'lagan vaqtlarimiz bor. Lekin nurg'un Japan mushaqtimiz mujik. Lekin shu Japan salommi bilan yanlam yaxshi ko'rdigan bir filmda bu. Eminjon, sizga so'zlash fursatini beraylik. Beringlar. Ig'ir o'tirib ketdi. Eminjon, endi siz nurg'ulg'an kinolarda ro'lagan aktyor hammamiz intayin yaxshi ko'rdigan, lekin shu filmda mening bilishimcha siz ovoz ilish xizmatiga, ya'ni orqa saf xizmatini ishlatib ekansiz. Unda xo's nimishqi aktyorlik qilmadingiz? Naq gap kelkilaylik. U chaqdamda 2005-yili men u aktyorlik emas, balki shu kino naq maydon ovoz ilish ishlari qiziqib, shu ishlar bilan shug'ullanayotgan chaqda shu filmga shu ovoz bo'limiga tanlanib, bu guruhga kirdim. Bu bizning guruhda
ovoz elish bilimida 3 xil odam borda. 3 odam 3 millat. Uyg'ur, qozoq, xanzo. Ustam bo'lsa qozoq mushu Shinjong televiziya stansiyasining ovoz bilimida ishlaydi. U kino ishlanib bir necha yildan keyin mashina voqeasi bilan tugab ketdi, rahmatli bo'lib ketdi. Ana yana birisi xanzo. U izchil hozir mush kasbni qilib kelyapti. Men bo'lsa mana undan keyin o'zim yiqib bu ovoz elish ishi o'zimga mos kelmaydiganligini yiqib, o'zim rejissyorlikni o'rganib, andan keyin Beijing kino institutida aktyorlikni o'qib, hozir hamda izchil shu aktyor, rejissyor taraf qarab tirishib, ya'ni o'rganib menayapman. Yo'linishingizni o'zgartdingiz. O'zgartdim. Mush kasb menayapman. Ham bu kinoni ishlash jarayoni bo'lsa, chapaliq yeri chiqraqamda. Demisam, Turpan odatda issiq bo'lgan bilan qishning kuni dasha sovuq bo'lgan ekan u. Biz qishning kunlarida oldimiz surat elib boshladik. Hali qisirtdi ko'nish olgan chaqda juvularni kiyib suratga olamiz. U quruq issiq bo'lganda u Turpanda suyak o'ta ketdi sovuqlar. Ashunaq qilib uni azdab mening ustam oxiri kelgan chaqda halqa kechdi ko'nish olgan chaqda sirt taloq chiqib kerak deb ozgina tushib ketib kechdi. Putni sindirib oldi. Putni ketdi, hamda putni ketgandan keyin bir mazgil ash Turpan davolandi. Undan keyin bu bo'lmadi, ham Urumchiga qaytib uy davolansin dedi. Ondan keyin u ovoz elish ishlari hammasi man qoldi-da. U chaq men kichik, yangi o'rganayotgan. Hammasi mangli qoldi. Besim yig'ir. Siz ovozni hatto olib qo'yib, u yoq bu yoq olib kelsa bu film tugishidi degan gap. Qayta olgan gap. U chaq bizning hali uskunlarimiz ham rasmiy kinoning uskunlarida ham hali ilg'or shu chaqladimi. Bizning hali mikrofon olgan shu 5 metr, 4 metr ig'ir shunday olamiz uni. Uni chiqib cho'ng bomba ketib, ekran kirib qolib, tutib ig'ir molani gaplar tugmay tutib degan talab degan ish bo'lib ketimiz. Qachon tugayapnday. Qachon tugaydi? Buni ustiga biz qishning kunisi, yozning kunisini olgandan keyin bular bayam o'tib ketdi. Og'zidan o chiqib, chandirib qo'ydi-da, qanday qildi? Muzni bingorni og'ziga selib gap qilgan chaqda u og'izlari qo'lashmay, gap kelmay, bunday chiqib turib, kelib, og'zi kalampaylish ketib. Kichingizni biz qo'llab soladi taqamas. To'g'ri desanglar bo'lmam, sizlarga ko'zanglar bo'lmam deb ketmay shu chaqda. Mana shunday ishlarni, chapaliq ishlarni tuyitib keldik. Endi albatta uning ko'ngilli xayollarim bor, chapariq xayollarim bor. Oxirda ish qilib 200 ming oldirib motorim yo'q, mashinam yo'q, bo'labek chapadi. Ish qilib hammish mangli qoladi-da, hamda ustam Erlan. U planda bo'lib ketgandan keyin, barliq xizmat siz bilan barliq mangli qilib, adam yetishmay, o'sha odamning bir sonda bo'ldi, 2 odam qoldi. Undan keyin yana bir shogird kirdi, uningga men ustam bo'lib qoldim. Ashuna qilib, uni buni qilib ish qilib muvaffaqiyatli tugatdik. Bu film hamda siz ovoz olgan tunji film ham eng oxirgi filmmi? Yo'q. Uning oldida bir necha filmga ovoz olgandim. Andan keyin bu film tugatib, yana bir necha filmga ovoz elib oxirlashtirdim men bu kasbni. O'zim da uni qilib boqsam, asli o'zim yaxshi ko'rgan nima aktyorlikni yaxshi ko'rganman-da. O'zim chiroyli ekanman deb. Kelishgan ekanman. Uning ustiga bu butun mush ko'ribdiki, shu butun odam ats uchun xizmat qildi ekanda. U aqsatliklar qancha tirishsa, qancha ishlasmi bu ekran chiqmaydigan, faqatlam mushlarlam chiqar ekan. Japan tozlatib ekanmiz. Lekin shu mushlar uchun xizmat qilganmiz. Ham bizning ish qilayotgan hamma ishlar mush aktyor uchun xizmat qilamiz-da. Niyat bunday shu ekan. Keyin buni hali o'ylashib to'xtabdi. His qilib to'xtabdi. Menmi Siz aktyorlik qilish jihatida o'zingizning talanti bor. Siz yana bu kasbdan voz kecha oldingiz. Lekin nurg'unlagan bizning texniklarimiz, shu ekran kaynida biz uchun xizmat qilganlarimiz bu vazifadan o'zini olib qochamaydi. Bugun faqat bunisi surat tatib hammasi bir tatib qo'yamiz. Bo'lmasa hammamiz aktyor bo'lamiz. Bozor kazatib ketibdi debmi? Yaqin ko'rinish beramiz. Mush fursatda biz shu sahna kaynida shu aktyorlar uchun, ekran uchun xizmat qilayotgan shu parda kaynidagi qahramonlarimizga bir hurmatimizni bildirib qo'ysak bo'lg'day. Chapachaqlar.
Hammamiz bilamiz Altınay siz ana bo'lmadingiz, demak, ana bo'lish jarayonidagi bir qator mushkulot jarayonlarini beshig'izdan kechirmadingiz. Lekin mushu filmda sizning ana bo'lgan bir obrazingiz, ya'ni tuqqan bir ko'rinishingiz bada, mushu rolni tin elish uchun qiynalgansiz. Men rost gap qilsam bo'ldi. Aktyor. Yerim kun olgan rolchi bu. Qanday desangiz, birinchidan o'zim undaq ishni peshimdan kechirib baxmdim. Voy, bir qiynaldim buningda-chu. Nima qilsam bizning rejissyorning bolasi yo'q-chu. Men qanday qilma desam, buni endi shu dedi. Endi birinchidan vaqt bak qisqa bo'lib qoldi. Ashkunlar nima qildi? Uni olib bunday ko'rinish bo'lgandan keyin men bak tayyorliqsiz qoldim. Shuningla o yerda bir bizningki bir kiyimchik bir apash ekan to'q. Shu apashdan so'radim-chu men. Ammo o'zininki pishdan o'tgan shu bir qator mazmunlarni deb berdi. Shuning qarta shu kun oldimda bek charchab ketdim-chi bir rolni olg'acha. Iliq chunki bir ana uchun bir ataydan 9 oy 9 kun qo'saq ko'tirib bir farzandni tug'ish oson emas. Tug'ilib bo'lgandan keyin o bola o'lik tushdi-chu. O'lik tushib bo'lgandan keyin o vaqtdagi o hissiyat birdan-bir iliq mush hissiyatimni birdan-bir so'zlaydiganim shu o'chaqda shu balning dadisi erim bo'ldi. Bu ishkimizning shu iliq ichimga ilib iliq bir yig'lab ketgan bir yerlarim bor. Lekin bu rolda bak qiynaldim ep bo'g'uchi. Ba'zilar deydi, "Voy, bunda bo'lmaydi" deydi. Ba'zilar deydi, "Voy, bak ichini chiqib." Lekin o'zim shu kinoda shu vaqt o'zim ko'rib, men o'zim yig'lab ketgan, o'zim televizorda ko'rib, o'zim yig'lab ketgan. Rasmiy ana bo'lsangda ham yig'lab ketsadik. Shu, mayaqlar ana bo'lib qoldi menda. Rasa. Shu aşağıdan qiynalib qildim. Shu bu rolni men menga o'tib qolmayman. Ang ta'sir qilgan bir rol. Bugun mushu film haqida hammalarning rolga qatnashish, rol elish jarayonlarini so'zlash, mushu filmni yana bir qitim ko'rgandek ta'sirotda bo'ldik. Demismi bir filmning muvaffaqiyatli ko'rmalar bilan yuz ko'rishdan nurg'unlagan jarayonlar bor. Biz faqat ekronni ko'rgan vaqtimizda balkim bir qismi 40 minut tugishi mumkin, lekin u 40 minutni ishlash jarayonida nurg'unlagan jafolar bor. Buni mushkasni quvvatqanlar tushundi, aktyorlar tushundi, rejissyorlar tushundi. Mush filmni suratga olish jarayonida oz bo'lmagan jafolarni tatibsizlar, lekin hammalar mush kasbinglar bo'lgan bir ishtiyoqmish kasbni bo'lgan bir yaxshi ko'rish, kasbiy axloqinglar bo'lganligi uchun mana bu shunday yaxshi filmni o'zinglarning rol elish ortiqchiliklar bilan texmi bir pali jonliq bir holatda ko'rmalarimiz bilan yuz ko'rishtiribsizlar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat. Programmamizga davomli qatnashtirishinglarni umid qilamiz. Bundan keyin kishilarga texmi muftixlar yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Шинжаң Океан мәдәниет тарқытыш şirketi ve Океан телевизиясы yol qo'ygan Океан Universal kanalı, Океан театр kanalı, Океан san'at kanalı, Океан radio televiziya raqamlik uyg'urcha kanallari rangdor sarxil mazmunlar orqali turmushingizga yangicha zoq, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi galda. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymak. Baza chaqqandan. Океан televiziyasi kanallari muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Океан televiziyasi. Yürekteki armanlar bizi karvan kılganda Boyumuzga altundek libas yapkan razımen. Yıllardır yokuş çıkıp baxt içire tang itip Ömrümüzge bebaha mana katkan razımen. Yeni küygü jör bulup kılsak nava muңлунуп Hanımızga baxtdin çırak yapkan razımen. Razımen toygirim toy suretçiligi. Sanitimizning o'tmishi va bugundan xabardor bo'lgansiz bormi? Cho'lponlarning oilasi haqidagi paranglarga qiziqamsiz. Siz yaxshi ko'radigan cho'lponlar bilan sirdoshligingiz bormi? Tangirtoq san'ati programmasi sizning yuqori talablaringizni to'liq o'rinlaydi.